Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, tomoshabinlar, Jizzax Begums kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa, kecha safar ko'rsatgandik, mana bu tomonda Begumslarni elash jarayonidan ish ketayotgandi. Xudo xolasa mana bugun qoplab, mana shunaqa salqin joyga taxlanyapti. Ko'pchilik aka-ukalarimiz, dehqonlarimiz savol beradi. Begumsni masalan qanday tayyorlaysiz? Qanaqa o'sha oziqa berasiz? Masalan biz o'sha mol dugungidan har xil daraxtlardan tushgan barglarni beramiz. Shularni qanaqa tartibda beriladi deb ko'p so'raydi. Hozir bitta mana shuni bir qator ko'rsatib aytib o'tamiz. Keyin akalar ukalar mana shu bahor faslida xudo xolasa qancha begums bo'lishidan qat'iy nazar sotiladi. Xudo xolasa har yilgidek kerak bo'lsa begums o'zimiz sotib bo'lib, shogirdlardan ham sotib bo'lib, keyin topolmay qolgan vaqtlarimiz ham bo'lgan. O'tgan yil masalan shunday holat kuzatilgan. Xudo xolasa kimda necha tonna begums bo'ladigan bo'lsa, shogirdlarimiz mana shu Jizzax territoriyasida shu begums biznesini boshlab, begums biznesini qilib, begumslarni sotolmayotgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa mana shu mart oyida 50 tonna atrofida bir akamizga begums xudo xolasa so'ragan. Dehqon akamizga xudo xolasa 50 tonna atrofida begums qilib beramiz. O'zimda xudo xolasa 30 tonna atrofida begums qoldi. 30 tonna atrofida begums chiqadi. Qolganini mana shogirdlardan yig'amiz. Xo'p, yurtdoshlar, aytib o'tganimizdek, biz begumsni qanaqa sifat darajada go'ngildan tayyorlaymiz, hozir qanaqa darajada tayyor bo'lgan begumslarimiz shularni bitta ko'rsatib o'tamiz. Sirazi joyiga zagadovka ishlari boshlangan. Mana bu yerda begumslarimiz xudo xolasa qoplab bo'lindi. Bu yoqqa tashladi ichkariga, mana shu ichkari joyimiz bor, ichkariga tashladi. Mana shu joyiga mana shunaqa sifatli qishda shu yig'ilgan, mana ichi top-toza, ichida masalan hech qanaqa ortiqcha narsasi yo'q. Shunaqa go'ngdan tayyorlaymiz biz begumsni. Masalan, hozir mana shu olingandan keyin joyiga tashlanadi, cho'rchin tashlanadi. Ana undan keyin kelasi yil mana shu vaqtga elaymiz. O'shaning hisobiga biz begumslar xudo xolasa sifati zo'r bo'lib, sifati yuqori darajada chiqadi. Mana shu har yilgi dehqon aka-ukalarimiz oladi, masalan baraka topib ishlatyapti. Yildan yilga xudo xolasa klientlarimiz ham begumsga talab ham ortib bormoqda. Kim shu begums biznesini qilib sotolmay turgan bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqsin, sotilishida yordam beramiz. Mana bu joyimizni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda ham 50-60 ta kamida atrofda qopda mana begumslarimiz qoplangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Yorqin qopchiq ko'rsatamiz begumslarimizni. Mana qop-qora, xudo xolasa namliklari ham juda zo'r. Mana namliklari ham juda zo'r darajada bo'lib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana begumslarimiz. Mana shunaqa namligini ham xudo xolasa sifatini ham zo'r qilib xudo xolasa qilib beramiz. Narxlarini ham kelishtirilgan holatda qilib berishga harakat qilamiz. 50 tonna aytib o'tganimizdek bir dehqon akamizga mana shu mart oyiga so'rab turibdi. Xudo xolasa 50 tonna atrofida begums. O'sha akamizga zagadovka ishlari ketyapti. Uni pastda ham hali 4 ta joyimiz hali begumslar elangani yo'q. Ustida 10 sm atrofida oziqa berganmiz kuz faslida. O'sha oziqasini olamiz. Cho'lchaning o'sha oziqasiga ko'tarilgan. Shu oziqasini olib, tagida qolgan begumslarni xudo xolasa elaymiz. Mana bunisi ham tayyor. Xudo xolasa bunisi ham tayyor. Mana ikkalasi kuz faslida yangidan mana go'ng tashalgan, yangidan tashalgan joyimiz. Ular hali xudo xolasa tayyor bo'lgani yo'q. Mana shu cho'lchanga oziqa beradigan go'ngimiz ham sifati juda zo'r, ichiga hech nima aralashmagan. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa darajadagi go'ngdan tayyorlaymiz biz begumslarni. Har xil joydagi masalan yomon bo'lsa ham go'ng olib kelib cho'lchanga beravermaymiz. Chunki ertangi kunda begums sifati pasaymasligi uchun. Mana ko'rishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, kim mana shu biznesni biz bilan birgalikda boshlamoqchi bo'lsa, Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchang yoki begumsga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.